Turkcha taomlarni yaxshi ko'rsangiz, bu taom kechki ovqatga ayni muddao bo'ladi. Kartoshkalarimizni qizib turgan yog'da qizartirib qovurib olamiz. Qiymaga tuz solib dumaloq shakl beramiz va birov yog'da ikki tarafini qovurib olamiz. Alohida idishga piyoz, sabzilarni solib qizartirib qovuramiz. 1,5 qoshiq tomat, tuz va shirin paprika solib, 2 kosa suv, qovurib olgan kartoshkamiz va tiftellarimizni solib, keragicha ziravorlar bilan yarim soatga dimlab qo'yamiz. Makiz brendiga tegishli guruch shaklidagi makaronlar, to'g'ri eshitdingiz, guruch shaklidagi makaronlarni va oddiy guruchni yaxshilab yuvib olamiz va qizib turgan qozonchamizga birinchi rizoni makaronlarini qizartirib qovurib olamiz. Keyin esa guruchimizni ham birrov qovurib, ko'mguncha suv quyamiz. Keragicha tuz va limon soki solamiz va suvini tortib olgach dimlab qo'yamiz. Juda ham mazali garnir bo'ladi. Frikadelkali qaylamiz tayyor bo'lgach, yashil no'xat solib birrov aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan taomimizni dasturxonga tortamiz va duo olamiz. Yoqimli ishtaha.